Assalomu alaykum. Akalar yaxshimisizlar? Ishlaringiz zo'rmi? Emas, jigimi? Endi bugungi o'yinimizda Standoff 2. Bugungi videoyimizda Standoff 2 o'yini. Bu video nima haqida desanglar, Standoff 2 da open case qilamiz. Undan oldin bir qo'l bitta match tashlayveramiz. O'yinni ko'rasizlar, o'zingizlar yaxshimi yomonmi? Endi jamcha zo'r o'ynamayman, ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Hozir razmenga akalar, razmenga qolsak 45 sekunddan keyin o'yin boshlanar ekan. Ana ular o'lik hali tirilmagansan, mana chiqib keldi bittasi. Unini. Mas malak. Voy harrarararararo. Voy, bitta o'qim tegibdi-da, shunga yana bitta tegib, tupurib yalab o'tib ketganda bo'ldi, o'lardi bola. Mayli. Bitta AVMchada o'zimiz sinab ko'raylik akalar. AVMda bu ham AVMda ekan. O'g'rini qaroqchi urdi akalar. Ikkita AVM bir-biriga toq qilganda 12 o'tib ketib qoldi-da. Nima deysizlar? O'yin boshlanyapti, hozir boshlanib qoladi. 3 sekund qolibdi. O'sha boshlansa. Boshlab oldik o'yinni. Digelcha qanday egalar? Digelcha osiltirib yuradi, Digelda. Hozir ovozni ko'tarib olaylik. Ana senga olam ur. Ana urdim. Tak, bitta minus bo'ldimi akalar, endi yana bittasi qayerda ekan? Mana u. Bechora bola yaxshi bola edi. Oyog'idagi voqea bo'ldi. Mayli akalar, panika qilmaymiz. Birinchi shot bizadik-a. Birinchi raund bizdik. Yana o'zimni joyimga kelib osam. Asha zo'r joyda akalar, qarab o'tiraman. Hozir ovoz yorug'ligini ko'tarib olay. Chiq. Unini chiqay mana. Bu yoqqa qochasan, bu yoqqa qochasan, bari qo'limga tushding uka. O'lding. Voy harom. Masmalak. Hit yedi baribir. Mana Amir hat-trick deydi. Chiqsan hit yeb o'lib ketasan uka, qo'y. Unaqa men bilan hazillashma. Masalan, akalaring bilan hazillashadi. Deydi-yu akalar. O'tirtida dog'lar endi bola qatga tushganini bilmay qoldi, men ko'rmasdan. Shunday chiqdi. Assalomu alaykum aka deyishga ulgurdim. Yana bitta hit akalar, yana bitta hit. Mana Amir hit urar deyishadi. Yutdigi. Ana u ham tirik ekan biz sherik akalar, u ham kill qilar ekan. Men u prosta oldimda yur. Saraga sakraymiz. Dashitdan hech qarasang nima chiqib o'tiradi o'zi. Hop, ketdi bola. Unini ko'z zoqar. Salom deb qo'y, birinchi sinfda birga o'qiganmiz aying bilan. Ayasini taniyman-da, akalar nima deysizlar? Shunday pichoqchan olasizlar, chiq yuguradi. Pichoqda lekin tezroq yuradi-da personaj agar. Ne turshib qilib taylaymiz. Unini ko'zim oqardi meni. Voy marraz, voy.
Ma sumalak usha. Voy, uni basiz jili. Voy sosi. Qanaqa arj olsam? Mas MK olaverayga kelamiz, normalni arja shu. Yurishaylik bog'larga qaddi. Sherik. Agala sherigami yomon bir qonigan bo'lar. O'lib ketaveradi, o'lib ketaveradi. Ma sumalak. Yo, o'q tugab qoldi akalar, nima deysizlar endi? Shunaqasi bo'lib turadi-da bu. Bir o'q tugaydi, bir boshqa narsa tugaydi. Mayli, nima? Biza sakrab otamiz. Bitta ke. Ilotingni olib kelma bu yerga uka. Ilot. Qattiq. Chiq. Ay. Endi akalar endi bo'p turadi-da, endi nima deysizlar? Tak, endi almasharkanmiz. Endi biza terrorist, ular space nasty. Arjan skinchasi qanday akalar? Masmalak. Ana hechani ham oldi. Ikkinchisi qapti uni. Mana sumalak. Qo'y uka. Hech bilan o'ldiraman seni. Bomba qo'yib ketay. Pasi jili bomba. Opa. Ko'z oqartirdim maraz, ko'z oqartirdi. Shu betdan kelyapti, mana harroni. Opa. Mana barjachan skini qanday akalar? Kommentariyaga yozib ketaveringizlar. Kommentariyaga yozib yuboringlar. Kommentariyaga yozib yuborsanglar, shu yerda gaplashaveramiz. Harrib. Mana shuni o'ldirib yuboraman-da seni. Jort. Deydi-yu. Tak. 3700 bo'lib ketibdi pul akalar. Hoppa, bitta ana uni olib sakrab turib shpoq qilib Voy, uni ko'z oqartirib yubordi-yu. Ana sherikda ham foydasi bor. Kim aytdi buni bir tiyinlik foydasi yo'q deb? Mana yuribdi o'ldirib. Shunaqa sherik ham bir foydali jonzot. Yuradi osiltirib shimildirg'ini. Qani, endi qayerdan keladi bu harriblar? Voy maraz. Uni nima qanday xeturdi bu? Tushunmay qoldim. Sherikda realni bir tin foydasi yo'q ekan akalar. To'g'ri aytgan ekansizlar. Hamma bomba olib taylaymiz akalar. Pul ko'p. Puldan muammo yo'q. Pul uyga sig'mayapti, to'g'rimi?
Mana shu yerdan asta pichoqchani ko'tarib, hopa! Tiqib otib yuborsak bombani, endi buni olib mas'ulak. Deb bombani qo'yib yuboramiz. Chetga bitta alovchan taylab qo'yaylik akalar. Chunki bombani yech olmaydi keyin. Voy maraz. Ye, alov o'chdi. Ye, ikkisini ham uribman alovda. O'lmabdi marazlar. Hozir yutamiz akalar, bez panika bo'lmasin. Panikasiz yutib yuboraman. Luppoyni yutib yubora olaman. Shuni mana shu yerga otib qo'yamiz. U ahmoq chiyoqqa chalg'iydi. Mana aytdim, mana shu yerga chalg'ib kelyapti ahmoq. Mana ko'rmadi. Ana. Ye, sherik o'ldi. Shu sherikning bir tiyinlik foydasi yo'q-da akalar. Bir tiyin. 50 ga foydasi yemaydi. Masumalak. Tutunning ichidan ko'rmasdan kelyapti ahmoq. Sepib qo'yaylik kraskani. Tak, yutdik 14 ta kelni huva. 49, 12. 2 marta 12. 73. Yomon emas, menimcha eng katta olgan plusim bo'ldi bu. Hali 73 olmagandim menimcha. Tak, 5 ta. 40 ta yuhu. 90 ta tanga berdimi? Voy apasi jilli, 90 ta tanga. Vashego. Qayerdan oldim buncha tangani? Endi open case akalar, mana shunaqa caselar. Bu case'da bitta yomon tarafi vaqtga ham beradi. Agar vaqtga tushib qolsa, uni sotib ham bo'lmaydi. Voy, uni mana vaqtga. Qani yana. Apasi jilli. Vaqtga olganda eng musurni bo'lsa ham ber. To'xta. Mayli agana, mayli. 0,1 nixuva bir tenga qimmat-a. To'xta. Farib, to'xtasa o'ladimi? To'xta. Oy, uningni bu menda bor edi-yu, boyagi P90 ortiqcha zarar qilmaydi. To'xta. O't, bitta o't. Boy, harom. To'xta. To'xtamadi, xorib. To'xta. Oneni sana apasi jilli. Berding. Voy, avem tushadimi deb kutuvdim. To'xta. Malades. Avemcha. Как раз avemga skinim yo'q akalar. To'xta. Voy, oneni. Akalar, inq qo'ydik. Tayyordi case olay akalar, ochaman shuni. Bu vaqtga bermaydi har holda. To'xta. Mayli, bu ham emas akalar, bu qancha turar ekan? Bu yarim galla turar ekan xatya akalar. Yarim galla turar ekan. Maslar qo'yib chiqay akalar. Hammasini qo'yib tashlaylik.
Avem bilan Drabashkaga skinim yo'q edi, mana shu ikkisi yaxshi bo'ldi-yu. Baribir akana biron normal narsa bermadi bori. 06 ga ko'tarilibdi, 50 ga 56 bo'ldi akalar. Skincha, itvacha, cha. Akalar, bugungi videoni men asta to'xtatsam. Videoni ko'rganinglar uchun rahmat. Like, obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' va salomat bo'linglar akalar. Ishinglarga omad.